bu safar konditsionerdan to'g'ri foydalanish, pultli rejimlarni to'g'ri o'rganish haqida bo'ladi. Eshitgansiz, qulog'ingizga chalingan bunaqasidan shamollash, jiddiy bir kasalliklar kelib chiqishini ham bilasiz. Avvalo hammasi noto'g'ri foydalanishimizdan kelib chiqadi. Bu safar rejimlarni mukammal o'rgatmoqchiman. Rejimlar haqida batafsil ma'lumot bermoqchiman. Albatta videoni oxiriga ko'ring, manfaatli bo'ladi. Yaqinlarimizda, farzandlarimizda, chaqaloqlarimizda asrash uchun qaysi rejimga ishlatishimiz kerak? Tokni ekonom qilish uchun nimalar qilishimiz kerak? Shular haqida batafsilroq gapirmoqchiman. Avvalo rejim tanlash kerak. Sharoitga qarab, uydagi muhitga qarab rejim tanlash kerak. Uyda kim bor? Uyda ko'pchilikmi odam, kamchilikmi? Uyimizda yosh bolalar bormi, chaqaloq bormi? Shunga qarab rejim tanlanadi. Men sizga birma-bir rejimlarni tushuntirib o'taman. Eng ko'p kerak bo'ladigan birinchi o'rindagi sleep rejimi. Ya'ni sleep rejimi bu sleep degani uyqu rejimi. Siz uxlayotgan paytingizda sizni bezovta taqmasligi kerak. Ventilyator sizga to'g'ridan-to'g'ri urmasligi kerak. Shuni hisobiga sleep rejimiga qo'ysangiz, kelsa mana hozir sizga o'qib ko'rsataman sleep rejimini. Sifirlar o'chadi. O'zining vaqti bor, sifirlar o'chadi. Juda ham tinch rejimga o'tadi-da, to'g'ridan-to'g'ri shamol urmaydi. Uyingizda yosh bolalar bo'ladigan bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri shamol urmaydi. Uyqungiz tinch bo'ladi. Bu albatta kerak. Bundan albatta foydalanish kerak sleep rejimidan. Ikkinchisi I feel rejimi, ya'ni I feel rejimi. I feel rejimi siz pultni qayerga qo'ysangiz, deylik siz uzoqroqda yotibsiz, konditsionerdan uzoqroq yotibsiz. I feel rejimi o'sha yotgan joyingizdan pultdan oladi haroratni. O'tirgan joyingiz 20-30 xohlagan rejimingiz o'sha pult turgan joydan bo'ladi. I feel rejimi. Uchinchisi albatta bu smart rejimi. Bu aqlli rejim xonangizni haroratini o'zi avtomatik darajada tanlaydi. Ya'ni xonadagi haroratni o'zi boshqaradi. Bu smart, bu ham albatta kerak. Smart rejim ham ancha ekonom hisoblanadi. To'rtinchisi bu albatta mode rejimi. Mode rejimini hammamiz bilamiz. Ya'ni menyu degandek gap. Bu orqali siz issiq sovuqqa boshqa rejimga o'tkazishingiz mumkin. Aynan mode orqali. Boshqa rejimga o'tish rejimi bu, mode. Menyu. Yana bir rejim ekonom rejimi. Ekonom rejimi bu tokdan to'g'ridan-to'g'ri 15% dan 25% gacha ekonom qiladigan rejim. Ekonomga qo'ysangiz bu tashqi blokka ham, ichki blokka ham kuchlanish bermasdan ishlaydi. Ya'ni 25% gacha tokni ekonom qiladi. Ekonom rejimi albatta bor. Dimmer. Dimmer nima bu? Dimmer bu tunda uxlayotgan paytingizda, ya'ni uyqu paytingizda shu chiroqlar tushmasligi uchun, pult chiroqlari tushmasligi uchun dimmerni bosib o'chirib qo'ysangiz, deylik sifirlar o'chadi. Sizga umuman ko'zingizga yorug'lik tushmaydi. Dimmer rejimi mana. Keyingi rejim esa albatta quiet rejimi. Quiet rejimi ventilyatorda eng kam darajasi, ventilyatorda eng past darajasi. Bu degani uyimizda yosh bo'ladigan bo'lsa, qariyalar bo'ladigan bo'lsa, quiet rejimiga qo'ysangiz, ventilyator to'g'ri urmaydi. Bu albatta kerak rejim. Ya'ni ventilyatorsiz, ventilyatorda eng past darajasi degani. Keyingisi clock rejimi. Clock rejimi bu soatni boshqarish, pultdagi soatni boshqarish. Clockni bosasiz, 2 sekund bosib turasiz va temper, tepa-past, hamma anaqada bor, tepa-past. Tepa-pastni bossangiz, albatta soat to'g'rilash rejimi hisoblanadi. Timer off, timer on deganlari bor. Bu xohlagan paytingizga timerni qo'yasiz, o'sha paytda o'chadi yoki bo'lmasa yonadi. Shuni timer orqali boshqarishingiz mumkin. Masalan, sizga 2 soatdan keyin, 3 soatdan keyin konditsioner yoqilishi kerakmi? Siz timerni to'g'rilab qo'yasiz, o'sha 3 soatdan keyin o'zi yoqadi yoki bo'lmasa o'chiradi. Bu timer on off rejimi o'chirib yoqadigan avtomatik darajada anaqasi. Ikkinchisi fan speed. Yumoq chetida bo'ladi. Fan speed bu ventilyatorni boshqarish, pasaytirish, o'rta holatga keltirish, kuchaytirish bu fan speed orqali boshqaradi. Ya'ni o'zi ventilyatorda rasmini qo'yib qo'ygan fan speed. Keyingisi turbo rejimi yoki bo'lmasa super rejim. Bu yerda super yozilgan, ko'plarda turbo yoziladi. Bu rejim tezroq oxirgi darajada, deylik, siz kirsangiz, o'chirilgan bo'lsa, kirib keldingiz xonangizga, tezroq sovutish kerak. Yoki bo'lmasa tezroq isitish kerak. Shu paytda turboni yoki bo'lmasa superni ishlatasiz, bu tezroq ishlaydi. Kuchni sarflab tezroq xonani sovutishga harakat qiladi. Bu rejimni men tavsiya qilmayman, har doim ishlatishingizni, juda ham kam holatlarda ishlatishingiz mumkin. Bu to'g'ri kuchlanish beradi apparatga. Shuning hisobiga men turbo super rejimlarini ishlatishga qarshiman. Men usta sifatida kamroq ishlatgan ma'qul demoqchiman. Qolgisi esa parraklarni boshqarish, ya'ni parragimizni boshqarish, ya'ni jalyuzi deymiz. Buni yonboshga, tepaga, pastga parraklarni boshqarish. Bu yerda chiziq qo'yilgan bo'ladi. Mana parraklarni boshqarish. Bu sizga odamga
to'g'ri bo'lmasligi uchun siz tepaga burib qo'yishingiz mumkin, yonboshga burib qo'yishingiz mumkin, pastga burib qo'yishingiz mumkin, baraklarni boshqarish hisob bo'ladi. Endi xona haroratiga keladigan bo'lsak, inson uchun komforti, ya'ni qulayi 24-25 gradus hisoblanadi. Shaxsan men xonamning haroratini 27 ga qo'yganman. 27 harorat bu eng qulay hisoblanadi men uchun. Endi bu yerda nima bo'ladi? Siz nafaqat agar siz pasaytirib borsangiz, 20 dan pasaytirib bo'lsangiz, bu sog'liq uchun ham juda ham xavfli hisoblanadi va bu nafaqat sog'liq uchun, o'sha texnika uchun ham tashqi blok, ichki blok kompressor to'xtamasdan ishlaydi va ekonom bo'lmaydi, ya'ni to'kam ko'p ketadi buning hisobiga. Shuning hisobiga 25, 26, 27 qo'yganingiz bu eng qulay hisoblanadi. Yana bir narsa borda, mutaxassislarning gapi bo'yicha tashqi muhit bilan, tashqi harorat bilan ichki haroratni o'rtasidagi farq 10 gradusdan o'tmasligi kerak degan joyi ham bor. Menimcha bu qisqagina videoyim tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Agar savollar tug'ilsa bo'lsa, albatta kommentariyaga yozing. Albatta javob beraman. Ozgina bo'lsa ham manfaatli bo'lgan bo'lsa, like va podpiska bosing, shunday chiqishlar bilan chiqtiraman. O'zingizga ehtiyot qiling, yaqinlarda asrang.